Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana xudo xolasa yana bir navbatdagi kotej oralarini yopyapmiz. Namunali kotejlar. Razmeri eniga 8 metr, uzunasi 1670. Bu kotejimizni mana ko'chadan ko'rinish holatlari, ostilariga ichkaridan ko'rinish holatini ham ko'rsatamiz. Mana ichkaridan ko'rinish holatlari kotejimizni. O'rtalariga sarroblar 4 tali, 3 ta sarrob tushgan. Mana. Chekalari mana fronton qatirildi tunka bilan. Tepasiga ham tunka tayyor holatga olib kelganmiz, rekalarini tortib mana. Tunkalarimiz ham kelgan, xudo xolasa. Tunka qatirish jarayonlarini ham olib beramiz sizlarga. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, bu kotejimizni mana yerda navesi bor edi. O orqaga buzib olib o'tdik. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Mana shu joy 35 million so'mga qilib beryapmiz. Uyda egasi faqat tunkani olib beradi. Qolgan mahsulotlar o'zimizdan, materiallarimiz konteyner profilidan bo'lgan materiallar mana. 35 millionga mana bu orqada navesini mayga qilgan ekan oldin o'zi bozor temirdan. Shuni bu yoqqa ko'chirib berdim mana. Narx-navolarga keladigan bo'lsa 170 mingdan 300 mingga doğru kvadrati. Biz joyga qarab narx-navo aytib beramiz, qanday bo'lishiga qarab. Bizning xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab ko'rsatamiz. Materiallarimiz har doimgidek konteyner profilidan bo'lgan materiallar. Akalar, uy tomlari, katta zdaniya, zavod, fabrikalar ustilari 24 metr, 25 metrgacha bez ustun olib beraveramiz. Har qanday o'lchamdagi razmer. Bu kotejimiz Asakada, Fayzavodda quryapmiz. Xizmatlar har doimgidek O'zbekiston bo'ylab. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz chiroyli narxlarda. Tunkalarni ham mana olib keldik, qatiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatlar bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar bemalol.